Asal, kecha Ashura kunida ro'za tutish kerak deganding. O'zi nima uchun ro'za tutiladi va bu hadisda yoki tarixda bormi? Albatta. Keling hadisga va tarixga nazar tashlagan holatda birga ko'rib chiqamiz. Sahih hadislarda aynan Muharram oyida bo'lib o'tgan hodisalardan birinchisi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Makka dan Madinaga hijrat qilgan kunlaridir. Yana bir boshqa ulamolardan Imom Ibn Kathir fikri va hadislarga tayangan holatda aynan Ashura kunida odam alayhissalom jannatda qilgan xatosi uchun tavba qilgan va Alloh Ashura kunida tavbasini qabul qilgan. Payg'ambarimiz Nuh alayhissalomning kemasi to'fon tugagach Ashura kuni quruqlikka qo'ngan. Ibrohim alayhissalom esa mushriklar tomonidan olovga tashlanganida aynan Ashura kunida Alloh olovni salqin qilgan va unga najot bergan. Hadislardan Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilganlarida payg'ambarimiz Muso alayhissalom o'z qavmi Bani Isroilni Fir'avn zulmidan Alloh inoyati ila qutqargan. Bunday qimmatli tarixni bilib turib, payg'ambarlarning har qanday qilgan gunohlarini kechirgan Allohdan biz ham kechirim so'rashimiz kerak emasmi? Yanada ko'proq tarixni o'rganishni istasangiz, hoziroq obuna bo'ling. Ma'asalama.